Kotyolimizni mana o'rnatdik. Hozir yoqishga tayyorlayapmiz. Xudo xolasa mana ko'mirlarni olib kelib olindi yaqinroqqa. Hozir mana endi o'tinni solib sinashga tayyormiz. O'tinni ilashtirdik, xudo xolasa. Xo'sh. Endi ko'mirga navbat. Qani ketdimi? Xo'sh, biz kotyolni yoqdik, xudo xolasa. Ispitaniyadan o'tdi. Hamma yoq juda chiroyli tarzda ishlayapti. Bu yoq 60 gradusga qo'yib qo'ydik. Kanalimizni kuzatayotgan mana obunachilarimiz bilasizlar. Bu ham 100% o'zini o'zi boshqaraveradigan, bakli, ko'mirda ishlaydigan aqlli kotyoldan qo'yib berganmiz. Bu yerga ham mana hozircha 150 kvadratlik kotyolimizni o'rnatib berdik. Lekin uyimizda mana ko'rib turibsizlar. P shaklda solingan bo'lsa, hozircha mana bir qismiga o'rnatib berilgan. Buni endi sal nariroqcha bu yoqqa ham o'rnatib berasizlar deyishyapti. O'shaning hisobiga hamma yo'g'ini o'ylagan holda bu yerga 150 kvadratlikda o'rnatib berdik. Bu o'rnagan tomoni o'sha bir 80 kvadrat atrofida chiqadi. Mana hozir koridorga o'rnagan radiatorlarimizni ko'radigan bo'lsak, issiqlik kelgan, juda a'lo darajada. Koridorimizning ikkinchi qismida ham mana o'rnagan radiatorimiz bor. Xullas hammasi juda chiroyli tarzda ishlayapti. Endi biz hozircha bu yerga ketgan rasxodlarni aytadigan bo'lsak, mana bu yoqda yana ikkita xona bor, jami 3 ta. Mana shu tarafda oldin o'zi isitish tizimi bo'lgan, biz bu yoqqa qo'shib berganimiz mana shu ikkala radiator bo'ldi. Plus mana kotyol, usti haqqi materiallar hammasi bo'lib turib, bu yerga ketgan rasxodimiz 18 milliondan o'tdi. 18 milliondan o'tdi. Nimaga endi unaqa ko'p ketgan desalaring, endi kotyol bor, o'sha kotyolning hisobiga. Kotyolni o'zi ham shu bir 10 million atrofida chiqib qolgan. O'shaning hisobiga qolgan mana radiatorlar, usta haqlari hammasi bo'lib turib, o'sha rasxod ketib qolgan. Mana hozir ro'yxatimizni ko'rsatadigan bo'lsak, kotyolimizni o'zi 13 million 310 ming so'm ekan. O'shaning hisobiga bu yoqda 18 milliondan o'tib qolgan. Bu yoqqa ketgan xarajatlari. O'shanda bu yerda eski tizimi bo'lgan, eski isitish tizimi, o'sha aytib o'tganimizdek, o'sha qo'shimcha bo'lgani mana shu koridorga ikkita radiator qo'yib berilgan xolos. Mana hozir kotyolimizda ishlash jarayonlarini yonyapti. Xudo xolasa juda a'lo darajada. Bu videoni o'sha uyga отопление qilmoqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar.